Brain. Ko'p o'y-xayollar, qilinadigan ishlar, hatto kechqurun ham to'xtamaydigan cheksiz ma'lumot oqimi, doimiy muammolarni hal qilish, intellektual charchoq, beparvolik, unutuvchanlik, natijada miya samaradorligining keskin pasayishi va kelajakda Alsgeymer kasalligi mavjud. Buni yechimi bor. Yig'ilgan Brain darajalari miya faoliyatiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Vitania vitalis, ginkgo biloba, bacopa monia o'ti, suqonmas kabi o'tlar xotirani va markaziy asab tizimining qon aylanishini yaxshilaydi. Diqqatni jamlash, aqliy ravshanlikni va xotirani rivojlantiradi. Ular ijodiy fikrlashni rag'batlantirishga yordam beradi. Brain komponentlari charchash sindromini yengishga yordam beradi. Bu miyada oqsillar sintezini tezlashtirishga yordam beradi, harakatlarni muvofiqlashtirishga foydali ta'sir ko'rsatadi.